Musa alayhissalom Alloh taologa roz aytib, ya Robbi, kayfali an a'rifa man ahbabta mimman abghazta. Ey Parvardigor, Musa alayhissalom aytibdilar. Qaysi bandalaringni yaxshi ko'rasan u, qaysi bandalaringni yomon ko'rasan? Shularni menga bayon et. Dedilar Musa alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo vahiy qildiki, ya Musa, men bir bandamni yaxshi ko'rsam, unga ikkita alomatni beraman. Ikkita belgini beraman. Qaysi bandamni yomon ko'rsam, unga ham ikkita alomatni qo'yaman. Ammo men suygan bandalarim, yaxshi ko'rgan bandalarimdagi alomat o'sha bandalarimdek qarasang, u meni ko'p zikr qiladi. U meni ko'p yod etadi. Tilida subhon bor, subhanalloh bor, alhamdulillah bor. Namozlarini o'qiydi, g'aflatda bas. Oxirat kunidan, qiyomatdan g'ofil bas u banda. Bilgin, qaysi bir banda qo'lida jaynamoz, qo'lida tasbih, bismillah, Allohu akbar ibodatini qilyapti. Namozdan keyin shoshilib chiqib ketmasdan zikrni qilyapti. Xudoni yod etib salovat aytib yurib. Alloh, men o'sha bandani yaxshi ko'raman. Birinchi alomat shu deyapti Xudoyim, qarang. Bu birinchi alomat. Ikkinchi alomat aytadilar, haromlarni yomon ko'rgizib qo'yaman shu bandaga dedilar. Qaysi bir bandani men o'zimga mahbub, o'zimga suyukli qilsam, o'sha bandadimdek ko'rgin ey Musa, haromlarni yomon ko'radi u.